O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini tezlashtirish maqsadida shu yilning 12-13 iyun kunlari Jeneva shahrida ishchi guruhning 10-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bu haqida avvalgi dasturlarimizda xabar bergan edik. Yig'ilishda ishchi guruh hisoboti loyihasi muhokama qilindi. Hisobot ko'p tomonlama muzokaralar bo'yicha a'zo davlatlarning savollaridan kelib chiqib tayyorlangan. Jenevada shuningdek bir qator mamlakatlar bilan ikki tomonlama muzokaralar yakunlandi. Bu bo'yicha hujjatlarga imzo chekildi. O'zbekistonning muzokaralar guruhi majburiyatlarni yakuniy kelishish bosqichiga o'tyapti. 2025-yil so'ngigacha ishchi guruh hisoboti loyihasi oxiriga yetkazilishi kerak. Ammo ungacha hali jarayonlar, a'zo davlatlarning savollari bor. O'tgan yig'ilishda O'zbekistonning muzokara guruhi a'zo davlatlarni sanitariya va fitosanitariya bo'yicha olib borilayotgan ishlar bilan tanishtirdi. Bu masalalar bilan O'simliklar karantini va himoyasi agentligi shug'ullanyapti. Yevropa Ittifoqi vakili o'simliklar importi bo'yicha ko'p savollar berdi. O'zbekiston prezidenti farmoni bilan karantin ostidagi mahsulotlar 3 toifaga, ya'ni yuqori, o'rta va past fitosanitar xavf toifasiga ajratilayotgani, ularning soni 120 taga qisqartirilayotgani ma'lum qilindi. Buni a'zo mamlakatlar ijobiy baholashdi. Bu o'z o'rnida o'simliklar karantin ostidagi mahsulotlarni importida nazorat jarayonlarini soddalashtiradi, yengillashtiriladi va aniq tovarning xavfiga qarab nazorat ishlari amalga oshiriladi. A'zo davlatlar O'zbekistonda pestitsidlar nazorati va ulardan foydalanishni tartibga solish jarayonlari bilan ham tanishtirildi. Qanaqa majburiyatlarni olishimiz kerak biz o'zimiz zimmamizga aynan shu sohada? Fitosanitariya sohasida Jahon savdo tashkilotining sanitariya va fitosanitariya doirasidagi kelishuv bor va mazkur kelishuv doirasida biz o'simliklar karantini va himoyasi bo'yicha xalqaro konvensiya standartlari va talablari bo'yicha ishlarni tashkil qilishimiz kerak va aynan shu yo'nalish bo'yicha biz majburiyat olmoqdamiz. Barcha uchun teng raqobat muhitini ta'minlab berish Jahon savdo tashkilotining fundamental prinsiplaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston bu tashkilotga a'zo bo'lishni istar ekan, o'zimiz ishlab chiqaruvchilarga qanaqa sharoit qilsa, xorij kompaniyalarga ham xuddi shunday imkoniyatlarni berish zarur. Jahon savdo tashkiloti talablari bo'yicha savdoda diskriminatsiyaga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Ishchi guruhining 10-yig'ilishi doirasida O'zbekiston delegatsiyasi bu borada mamlakatimizda qilinayotgan ishlar bilan barchani tanishtirdi. So'nggi 2 yil ichida O'zbekistonda raqobatga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan 19 ta sohada davlat kompaniyalarining eksklyuziv huquqlari bekor qilindi. Bu yilning o'zida fevral oyida hurmatli prezidentimiz qarorlari bilan yana bir 5 ta sohada, demak, maxsus eksklyuziv huquqlar bekor qilindi va 1-apreldan boshlab Raqobat qo'mitasiga aynan ana shu eksklyuziv huquqlarni reyestrini yuritish bo'yicha vazifa yuklandi. Bugungi kunda biz davomli ravishda, demak, mana shu eksklyuziv huquqlarni o'rganib bormoqdamiz, aniqlayapmiz va raqobatga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan shu eksklyuziv huquqlarni bekor qilish bo'yicha takliflar tayyorlab boryapmiz. Bunga qarshi bo'lganlar ham bo'lsa kerak, to'g'rimi? Bu oson bo'lmayotgandir. O'zbekistonni o'zida demoqchiman. Albatta, har mana shu eksklyuziv huquqni bekor qilinishi bu og'riqli jarayon. Ayrim o'sha muayyan huquqqa ega bo'lgan subyektlar uchun. Lekin teng raqobat shartlari birinchi navbatda bu o'zimizni milliy iqtisodiyotimizdagi, demak, xo'jalik yurituvchi subyektlar uchun muhim. Ana shu davlatimizda, iqtisodiyotimizda maxsus eksklyuziv huquqlarni bekor qilinishi ichki raqobatni rivojlanishiga bevosita ijobiy ta'sir qiladi. Davlat ishtirokidagi yirik kompaniyalarni xususiylashtirish Jahon savdo tashkiloti uchun yana bir muhim masala. Bu jarayon xalqaro tan olingan amaliyot asosida qilinishi kerak. Yirik korxonalarni savdoga chiqarishda xalqaro konsultantlarni jalb qilgan holda xalqaro tenderlarni, xalqaro savdolarni tashkil etish masalalari qo'yilgan. Ushbu jarayon bizda jadal ketyapti. Mana bu yilgi qabul qilingan qaror doirasida ham 29 ta yirik davlat ishtirokidagi korxonalarni xalqaro bozorlarda savdosini tashkil etish belgilangan. Jahon savdo tashkiloti bizni oldimizga qanaqa vazifalar qo'yapti? Asosiy vazifa, qo'yiladigan vazifa bu davlat ishtirokidagi korxonalar sonini qisqartirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlarni davom ettirish. 2030-yilgacha nodavlat sektor ulushini 85% ga yetkazib, davlat ishtirokidagi korxonalar sonini 6 baravariga qisqartirish belgilab berilgan. Undan tashqari, bu yilgi xususiylashtirish dasturida 2030-yilgacha davlat ishtirokidagi korxonalarni tashkil etishga moratoriy e'lon qilingan.
Umida Haqnazar ekspert sifatida juda ko'p yillardan beri O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonlarini kuzatib keladi. Maqolalar yozadi. Ishchi guruhning 10-yig'ilishini u Jenevada Jahon savdo tashkiloti bosh qarorgohidan kuzatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Ancha ko'p ishlar qilindi albatta. Va shu oxirgi deyarli shu 3 yil mobaynida ham tezlashtirishdi shu jarayonni. Ammo hali yana savollar bor albatta. Mana xususiylashtirish, davlat ulushini iqtisodni kamaytirish va umumiy shu asosiy tamoyillardan biri yana bu fundamental bir tamoyillardan biri shu davlatni iqtisodda roli. Davlatni iqtisodda roli bu asosiy faoliyati shu boshqarish, tartibni o'rnatish, boshqarish, qoidalarga rioya qilish va uni nazorat qilish, lekin operatorlik emas, bevosita shu iqtisodiy operator bo'lmaslik. Shu operator, regulyator funksiyalar birgalikda bo'lsa, bu manfaatlar to'qnashuv hisoblanadi. Bizda endi sir emas, juda ham ko'p davlatga 100% yo'q, hatto ko'p ulushi bo'lgan korxonalar va hatto vazirliklar va hokazo shunday funksiyalarni birlashgan. Hozircha ham bor. Shuni endi bartaraf qilish yo har holda qandaydir dastur qilib sekin-sekin shu butunlay xususiylashtirishga chiqish shu katta bir maqsadlardan biri. Ishchi guruhning 10-yig'ilish doirasida Yevropa Ittifoqi, Avstraliya, Shveysariya, Kanada, Rossiya, Paragvay va Gonduras kabi mamlakatlar bilan bozorga kirish bo'yicha muzokaralar o'tkazildi. Bundan tashqari Indoneziya va Buyuk Britaniya bilan ikki tomonlama muzokaralar yakunlangani to'g'risida bayonnomalar imzolandi. Bu yog'iga endi kam qoldi. Davlatlar ham sezyapti bu marrani yaqin kelayotganini, o'sha uchun ular ham talablarni kuchaytirishga harakat qilishyapti. Bir xil joylarda mamlakatlar ko'proq narsa so'rashga ham, chunki endi bu jarayon tezlashganidan keyin mana O'zbekiston kiryapti, demak ular juda ham tez kirishi xohlashyapti, ko'p vaqt qolmadi. O'sha uchun ham yana biz so'rasak ham balkim rozi bo'lishar degan fikrlar ham bor. Shu nuqtai nazardan endi jamoamiz bilan barcha masalalarga professional yondashishga harakat qilib, bu 10-ishchi guruh yig'ilish bo'lgandan keyin уже jamoa ham ancha tajriba orttirdi, pishib qoldi, savollarga ham javob berishga o'rganib oldik. Lekin qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz hali bor. Yaxshi tarafi mana shu yig'ilishdan keyin biz har doim keyingi bosqichlarda, keyingi qadamlarda nima ishlar qilishimiz kerak, nimaga asosiy e'tiborni qaratishimiz kerak, shu nuqtai nazardan biz uchun bu yaxshi signallar beradi. Shu yo'nalishda ishlaymizni umid qilamiz. O'sha ko'zlangan reja, davlatimiz rahbari qo'ygan bizga vazifa va bilasiz, ular har doim bizga to'g'ri ko'rsatmalar beradilar, sharoit yaratib beradilar. Demak, shu ishlarni amalga oshirishimiz uchun shu yo'nalishda xudo xolasa ikkita yo'nalishda ham muzokaralarni yakunlab, keyingi yil shu a'zolikka ta'minlash bo'yicha ishni olib boramiz jamoamiz bilan. Ishchi guruhning 10-yig'ilishi yakunlandi. Hammaning yelkasidan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Chunki bu bir imtihonga o'xshaydigan jarayon. Muzokaralar guruhi endi keyingi yig'ilishga tayyorlanadi. 90% ishi bajarib bo'ldik, xolos. Ancha yaqin qoldik. Yil yakunigacha Tugatiladi. Jarayonlar tugatiladi. jarayonlar xudo xolasa oxiriga yetamiz. Bahodir, tugatdinglarmi? Tugatdik bugun. Oxirgisi emas menimcha, yana bir ikkita bo'ladi. Yaxshi bo'ldimi? Ajoyib bo'ldi. Excuse me, how was the meeting? A'zo bo'lamiz, ana keyin asosiy ish boshlanadi. I think that most important thing for Uzbekistan. Menimcha JSDga a'zo bo'lish yo'lida eng muhim narsa bu islohotlarni davom ettirish. O'zbekistonda juda katta ishlar qilinyapti. Bozor iqtisodiyotiga o'tish bo'yicha katta qadamlar qo'yildi. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish ham bu jarayonning bir qismi. Chunki bu a'zolik ko'plab islohotlarni talab qiladi. Ishchi guruhning 10-yig'ilishi yakunlandi. O'zbekiston delegatsiyasi yana bir dovondan, yana bir bosqichdan o'tdi. Aniq muddat olingan, orada yana yarim yil bor. 2026-yilda O'zbekiston Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'ladi. Gulnoza Husanova, Nuriddin Ibrohimov Jenevada Jahon savdo tashkiloti shtab-kvartirasidan UzReport News informatsion dasturi uchun maxsus tayyorlandi.